ko'hna Qo'qon shahrida o'z davrida mana shu Farg'ona vodiysida ilm ma'rifat markazi bo'lib, bu yerdan ko'plab ulamolar chiqqan, ulamolar yetishtirgan, adiblar yetishtirgan ushbu muborak zaminda sizlar bilan uchrashib turganimdan bag'oyat mamnunman. Xususan bu yig'ilishning mazmun mohiyati va boisi ham ilm, ma'rifat, yangi bir do'kon ish boshlagan ekan 1 yil oldin. Mana 1 yillik faoliyatda hozir mana xizmatdagi mutasaddi kishilar ta'kidlaganlaridek bir necha ming adadda kitoblar nashr bo'lib, bir necha ming kishiga xizmat ko'rsatilgan. Alloh subhanahu va taolo buni ziyodasini bersin. Yurtimizda mana shunday xursandchiliklar, ilm ma'rifatga, kitobga, aslimizga qaytishimiz uchun shunday go'zal imkoniyatlar bo'layotgani bilan sizlarni yana bir bor muborakbod etkim keladi va bu ne'matni Allohdan ziyodasini so'raymiz. Aslida bu yerda yig'ilganlar o'sha ilmning qadrini, kitobning makonatini, o'rnini yaxshi anglagandan shu kitobga shaydo bo'lganlar, ilmga qiziqqanlar va ilmga oshno bo'lganlar. Shunday bo'lsa-da, eslatma uchun ba'zi bir yangi bilimlar, tushunchalar ham hosil bo'lishi umidida aynan ilmning, kitobning ahamiyati borasida bir ikki og'iz so'z so'ramiz. Keyin mumkin ba'zi bir yana tadbirning davomi bo'lsa, balki savol-javob bo'lar, ya'ni bu mutasaddilar, tashkilotchilar biladi. Alloh subhanahu va taolo odamni yaratganda, yo'qdan bor qilib yaratganda, unga ruh puflagan. Keyin unga ilm o'rgatgan. Qur'oni Karimda ko'p oyatlarda masalan va nafaxtu fihi min ruhi fa idza nafaxtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Qachon men unga ruh puflasam, unga odamga sajda qilinglar deb Alloh farishtalarga buyurdi deb aytiladi. Ammo Baqara surasida o'sha sajdadan oldin ilm o'rgatilgan. Va allama Adamal asma'a kullaha. Odamga Alloh hamma narsalarning ismlarini o'rgatdi deya odamga sajda qilinishidan oldin o'rtada ilm mavzusi ko'tarilganini tushuntiradi. Alloh subhanahu va taolo odamni yer yuzida yarataman deganda farishtalar e'tiroz bildirishdi. Yer yuzida fasod qiladigan jonzotni yaratasanmi dedi. Shunda Alloh sizlar bilmagan narsani bilaman men dedi-da odamni yaratib keyin unga ilm o'rgatdi. Va farishtalardan so'radi, sizlar mana shu narsalarning ismlarini aytinglarchi dedi. Farishtalar la ilma lana illa ma 'allamtana, ya Rob sen bildirgandan boshqa bizda ilm yo'q dedi. Shunda Odam alayhissalomga Alloh buyurdi, u narsalarning ismlarini aytdi. Va Alloh subhanahu va taolo farishtalarga yuzlanib qarab, mana men aytganimdek sizlar bilmagan narsani bilar ekanmanmi men? Mana endi odamga sajda qilinglar dedi. Mana shu oyatlarning ketma-ketligida tushunish xulosa shu bo'ladiki, Alloh odamga farishtalarni sajda qilishini buyurganda ikkita asosiy holat nazarda tutilgan. Birinchisi, odamni yaratganda, u jismini yaratganda unga sajda qil demagan. Unga ruh puflagandan keyin u inson bo'ldi. Ya'ni siz bilan bizni jismimiz, jasadimiz bor-ku, yeb-ichib nasl qoldiradigan bu moddiy jasad. Buni o'zi farishta sajda qiladigan narsa emas bu. Chunki bunaqa jasad hayvonda ham bor. Alloh farishtalarga men sizlar bilmagan narsani bilaman deganda nimani nazarda tutgan desa, mufassir ulamolar bir qancha nimalarni aytadi, ehtimollarni aytadi. Shularning ichida eng ko'p e'tiborni tortadigani Zuhayli aytadilarki, Shayx Zuhayli, farishtalar yo Rab,
bu fasod yer yuzida buzg'unchilik qiladigan mavjudotni yaratasanmi deganda insonning jismi loydan bo'layotganini bilib, shu loyni jismni xususiyatini, moddiy narsani xususiyatini bilib turib aytgan. Moddiy narsani xususiyati shuki, bu moddiy dunyodagi moddiy narsalar shunaqa yomonlikka moyil bo'ladi. Alloh men sizlar bilmagan narsani bilaman deganda, unda insonga beriladigan ruhni Alloh nazarda tutgan. Sizlar buni moddiy jismini hozir xomashiyosini ko'rib turib, bundan yaxshilik chiqmaydi, bu yer yuzida fasod qiladigan bo'ladi deyapsizlar. Lekin hali men bunga shunday ruh puflaymanki, o'zim huzurimdan. Uni bilmaysizlar, uni qudratini, uni quvvatini bilmaysizlar degan. Va o'sha ruhga ilmni o'rgatgan Odam alayhissalomga. Ana o'sha ruhda ilm demak namoyon bo'lgandan keyin u farishtalar sajda qilsa arziydigan zotga aylangan. Bu qissalarni biz o'qiganda, mana shu Odam alayhissalom qissasini, shayton, iblis qissasini o'qiganda, biz ko'pincha yoki payg'ambarlar qissasini o'qiganda ko'pincha o'tmishda bo'lib o'tgan bitta hodisani o'qiganda o'tib ketaveramiz. Shunaqa bo'lganmi? Bo'lgan. Birov so'rasa shunaqa bo'lganmi? Nima bo'lgan? Shunaqa bo'lgan. U qissa aytish emas maqsad bu yerda. U yerda bir qancha ma'nolarga urg'u bor. Qur'oni Karim o'ziga xos balog'at, fasohat bilan so'z so'radi. Hamma gapni mana buni qil, mana buni qilma deyavermaydi. Qissalar aytadi. Qissalar oling. Xulosa oling. Mana shu odam qissasida, Odam alayhissalomning yaratish qissasida ilmga juda katta targ'ib bor. Odamning asliyati ruh ekani, moddiy jismning o'zi emasligi va unga agar ilm biriksa, farishtadan ulug' bo'lishi. Farishtalar nimaga Alloh hech qachon adolatsizlik qilmaydi. Farishtalarga sajda qil, ta'zim qil odamga deganda shunchaki bir haligi nima emas, masalan aytaylik, shunchaki buyruq emas bu, balki bu yerda e'tirofni, adolatni o'rnatish. Bu insonga Alloh shunday ruh berdiki, u farishtadan ulug'. Lekin u qachon o'sha ulug'ligini namoyon qila oladi? Ilm bilan oshno bo'lganda. Mana shu ilmga ega bo'lgan odamga keyin farishtani sajda qil degan. Shuning uchun ulamolar mana aqida kitoblarida aytadilarki, Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom banu odamni sayyidi. İnsoniyatni sayyidi, farishtalarni sayyidi Jabroil alayhissalomdan afzal hisoblanadi. Farishtalarni qo'ying, sayyid tutdi-ku, farishtalarning eng kattasi Jabroil alayhissalom. Jabroil alayhissalomdan Rasululloh ulug'. Biz odatdan farishta deganda juda yuqori narsani tasavvur qilamiz. Haqiqatan pokiza borliq, pokiza maxluqot. Ammo solih inson farishtadan ulug' bo'ladi. Solih inson, taqvoli, iymonli, ilmli inson farishtadan ulug' bo'ladi. Mana shu Marg'ilonda Tohirjon Eshon qora akamiz borlar, ko'pchilik taniydi. U kishini bobolarini hikoya qilishadi. Katta bobolari murshid, ahli tasavvuf mashoyixlardan bo'lgan ekanlar. Bir kuni huzurlariga ikkita odam kirib kelibdi, notanish. Muridlar xizmatda, shogirdlar xizmatda. Haligi ikkita odam o'tirib ziyorat qilib, suhbat olib, keyin chiqib ketishdi. Chiqib ketgandan keyin Eshon buva aytibdilarki, bu kelgan mehmonlarni tanidinglarmi debdilar. Desalar, yo'q tanimadik, hayron bo'ldik, hech bir tanish chehralar emas. Desa, ular farishtalar ekan, Makkadan kelishibdi dedilar. Desalar, voy bilmay qolibmiz, e'tibor aytmabdilar deb ta'sir deb yurib ko'chaga chiqib ketishdi shogirdlar. Chiqsa hech kim yo'q ekan. Keyin qaytib kirib nadomat bildirishdi. Siz shunday bir farishtalar kelgan ekan, ko'risha olmadik va hokazo desa, Eshon buva tanbeh bergan ekanlar zo'r. Apandilar, ular kim ziyoratga keldi-yu, senlar kim orqasidan yuribsan? Ya'ni farishta bo'lsa ham haqiqatan solih olim insonlarni ziyoratiga keladi. Ya'ni ilm ahli farishtalar nega sajda qildi? Odam alayhissalomga Alloh bergan maqomni e'tirofi uchun. Ana shundan boshlab insonning azizligi ilm bilan bo'lgan. Bu odam qissasida shu bizga tanbeh shuki, ey odam bolalari, sizlarning martabangiz, qadringiz ilm bilan.
Yeb ichish, uy qilish mana sharoitlar bor-ku. Bu moddiy narsalar, qulayliklar xolos bu. Masalan, Toshkentdan Qo'qonga kelsangiz, Qo'qondan Toshkentga borsangiz, salqinroq mashinada borasiz. Yumshoqroq, salqinroq mashinada borasiz. Shunga, lekin u maqsad, asosiy hayotingiz safarning mazmuni mashina bo'lmaydi. To'g'rimi? Siz Toshkentga bir vazifa bilan boryapsiz, vazifani bajarasiz. Muhimi shu. Toshkentga borish muhim. U yerda masalan vazifani bajarish muhim. Ammo yo'lda ketayotganingizda mashina qulayroq bo'lishi mumkin, salqinroq bo'lishi mumkin, boshqacharoq bo'lishi mumkin. Bu dunyoda moddiy narsalar xuddi shunaqa qulaylik xolos. Maqsad emas. Siz uyni chiroyli qilishni maqsad qilish, yaxshi mashinani maqsad qilish, hayotdan ko'zlangan masalan marra qilishga arzimaydi. Lekin ilm bu arziydi. Ilm va Allohning roziligi dunyoning hayotning mazmuni. Demak, Odam alayhisalomdan tortib bugungacha nima ekan insonning qadri ilm bilan. Alloh subhanahu va taolo mana shu Odam alayhisalom qissasi orqali bizga shuni uqtiradi. Odam bolalari, bilinglarki, sizlarning qadringiz ilm bilan bo'ladi. Qur'oni Karimning dastlabki oyatlari ilmga targ'ib qilib nozil bo'ldi, o'qi degan xitob bilan. Mana shu joyda bir nukta bor yana bir. O'qi degan gap arab tilida odatdan yozuvni o'qishga nisbatan ishlatilgan. Iqro deganda Rasul akram alayhisolatu vassalom o'qi deganda ya'ni yozuvni o'qi degan. Shuning uchun allama bil qalam keladi keyin. Keyingi oyatda Alloh qalam bilan o'rgatdi. Ya'ni kitobatga ishora bu. Kitobga ishora. Vaholanki payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom yozuvni bilmasdilar, o'qishni bilmasdilar. Men o'qishni bilmayman deganlar. Shunda mana shu qissada bir rivoyati bor. Uni ko'pchilik ko'p mashhur emas u rivoyat. O'sha rivoyatga ko'ra Jabroil alayhissalom Iqro surasini 5 oyatini yozma shaklda ko'rsatgan Rasululloh alayhissalom. Yozma shaklda ko'rsatib, mana buni o'qi degan. Deganda u kishiga men harf tanimayman, o'qishni bilmayman deganlar. Og'zaki masalan yodlagan she'rni qaytarish uchun takrorlab berish uchun masalan bir qasidani yodlab olgan bo'lsa odam, uni takrorlab aytish uchun harf tanish shart emas. Yodlab olganingizni aytib bersangiz bo'ldi. To'g'rimi? Rasul akam alayhisolatu vassalomga Jabroil alayhissalom o'qi deganda nimani o'qi deyaptilar? Nimani o'qi degan? Qur'on o'qi desa hali hech narsa yo'q. Men o'qishni bilmayman deganlari yozuvni bilmayman degan ma'noda u. Demak, yozuv ko'rsatilgan. Va ba'zi rivoyatlarda bu bor. Bundan nima tushuniladi? Kitob o'qishga, ilm o'qishga vahiy dastlabki oyatlardan targ'ib qilgan. Shuning uchun oyatning davomida qalam so'zi ketadi. Mana shu Iqro'ning 5 oyatida ilm haqida ilmga targ'ib qiluvchi 7 ta so'z ishlagan. 5 oyatda 7 ta so'z. Undan keyin yana boshqa oyatlarni ham o'rganing, hammasi ilmni targ'ib qiladi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom o'qish yozishni uncha bilmaydigan 5-10 ta odam xattanigan jamiyatda payg'ambar bo'ldilar. Ammo u kishi payg'ambarlik vazifalarini yakunlab Dorul Fanodan Dorul Baqoga rihlat qilayotganlarida jamiyat kitobxon jamiyat bo'lgan edi. Hammani qo'lida mushaf bor, hadislarni ham ba'zi sahobalar yozgan. O'qish yozishga muhabbatli, o'qish yozishni demak hayotning asosiy mazmuniga aylantirgan kishilarga aylanib bo'lgan edi jamiyat. 20 yilda harf tanmaydigan odamlar kitobxon odamlarga aylangan edi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning mana shu kitobxonlikka qilgan targ'iblari, mana shu poydevorlari keyingi islom ilmlarining va butun dunyo bo'yicha taraqqiyotga sabab bo'lgan tabiiy aniq fanlarning rivojiga eng katta turtkishi bo'lgan. Ana o'sha quvvat bilan ketdi. Asrlar o'sha rivojlanib, o'sib borib sharqda Renessans deymiz va uyg'onishlarni yaratdi. Bizning ajdodlarimiz ana o'sha taraqqiyotning eng katta namoyandalaridan bo'lishgan.
Kitob bu vosita. Ilm olish uchun vosita. Vosita ham o'sha qadrlanadi. Garchi u maqsad bo'lmasa ham. Chunki kitob ilmning hozirgi kunda ayniqsa yagona vositasi bo'lib turibdi desak ham bo'ladi. Kitob o'qishda alohida fazilatlar bor. Masalan, siz ma'lumotlarni eshitib ham o'rganishingiz mumkin, ko'rib ham o'rganishingiz mumkin. Lekin kitobdaqa yozilgan narsani o'qigandaqa sizga fahm bermaydi. Misol uchun bir badiiy asarni kinosini ko'rsangiz, mumkin tasavvuringiz kengayadi, lekin kitobini o'qiganingizdagi halovat, zavq boshqa bo'ladi. Shuning uchun qarang, Qur'oni Karim allama bil qalam, qalam bilan ilm o'rgatdi degan. Qalam bu kitobatga, kitobga ishora. Oldinda musulmon ummati kitobga nihoyatda e'tiborli bo'lganidan shaxsiy kutubxonalarda ming, yuz minglab, millionlab kitoblar bo'lgan. Vaholanki u vaqtlarda bugungi singari chop qiladigan nashriyotlar bo'lmagan. Qo'lda hammasini qo'lda yozgan. Musulmonlar shu qo'lda yozib dunyoni kitobga to'ldirib olgan. Hozir ham dunyodagi qo'lyozmalarning aksari musulmonlarga tegishli. 3 million, 4 million adad taxminan qo'lyozmalar bor deyiladi. Endi bugungi kunda qulaylik, mana nashr qilinadigan kitoblar hammamiz uchun o'qish uchun qulay bo'lib qoldi. Endi biz bugun qanday bu kitoblarga yondashishimiz kerak desa, kitob hozir mana nihoyatda ko'paydi. Alhamdulillah biz yurtimizda chiqayotgan kitoblarni biz o'sha kitobning ichida yurgan odam, bizga o'xshagan odamlar nomini o'qib yurmayapmiz. O'zini qo'yavering. Yangi kitoblar chiqyapti. Endi bunday paytda alohida kitoblar bor o'zi. Kitobni qanday o'qiladi degan. Endi kitobxonlikni shu bilimiga e'tibor berish kerak. Ya'ni kitobxonlik qo'lga tushgan kitobni hammasini o'qiverish ham yaxshi. Yoshlarga masalan mumkin. Masalan, yoshlar juda tartib bilan bo'lish kerak, lekin juda tanlamasa ham bo'laveradi deylik. Yoshlar tanlamasdan o'qiversa bo'laveradi. Ularning vaqti bemalol, imkoniyati bemalol. Lekin o'rta yosh, katta yoshdagilar bularning imkoniyati, fursati cheklangan. Shuning uchun bunday yoshdagi, bunday sharoitdagi kishilar kitobni tanlab o'qish kerak. Kitobni qanday tanlanadi desa, kitobni tanlashning birinchi vositasi bu sohani mutaxassisdan so'raladi. Masalan, o'sha bir tibbiyot bo'yicha doktordan so'raysiz, tabibdan so'raysiz. Fiqh bo'yicha faqihdan so'raysiz, qaysi kitoblarni tavsiya qilasiz? Birinchi shu tavsiya qilingan kitoblarni o'qish maqsadga muvofiq bo'ladi. Yoki qiroat bo'yicha, tajvid bo'yicha mutaxassis bo'lsa, undan so'raysiz. Qaysi kitoblar qulay? Adabiyot bo'yicha adibdan so'raysiz masalan. Dastlab o'sha tavsiya qilinadigan birlamchi kitoblarni o'qib olinsa, keyin boshqa kitoblarga vaqt topganda demak murojaat qilish mumkin bo'ladi. Ikkinchisi, muallif orqali kitob taniladi. Masalan, Abu Hamid al-G'azzoliy bo'ldi. Tayinli, mo'tabar hujjatul islom bo'lgan olim. Demak, u kishining kitobi o'qishga arzulik bo'lish tabiiy bo'ladi. Yoki masalan Shayx Hazratlar rahmatullohi alayhi, ya'ni boshqa taniqli olimlar, Yorqinjon domlamiz kitoblari hammasi bular demak sizga tayinli muallifi tayinli bir yo'llanma berishi ehtimoli yuqori bo'lgan manbalar bo'ladi. Bunga e'tibor beriladi. Uchinchisi, muallif bo'yicha xulosa olgandan keyin uchinchisi qoida shuki, soddadan murakkabga qarab o'qish kerak. Masalan, qaysi mavzuda kitob o'qimoqchi bo'lsangiz, oldin soddasini, keyin murakkabiga qarab o'qish bu kitobxonlikdagi demak qoidalardan hisoblanadi. Kitob o'qishda tavsiya qilardim, men o'zim tavsiya qilaman odatdan. Birinchi bo'lib farz ilmlar o'rganilishi kerak. Masalan, namoz farz, tahorat farz, g'usl farz. Demak, farz ilmlar. Ramazonda ro'za tutasiz, ro'zani ilmi. Hajga boradiganlar bo'lsa, mana hajga ketyapti, hajning kitobini o'qib, ya'ni o'zi uchun farz bo'lgan ilmni o'rganishga yordam qiladigan kitoblar birinchi o'qilishi kerak. Siz o'zingiz shunchaki qiziqqani emas, o'zingiz qiziqqanini o'qib ketavermaysiz. Avval farzni bajarib olasiz. Endi mana shu 5 rukun deylik, qisqa qilib. Iymon, keyin 4 ta rukun, namoz, ro'za, zakot, haj. Shu 5ala mavzuda hech bo'lmasa 2 tadan kitob o'qish kerak. Va bu kitoblarni o'qiganda kitob ilm bo'lib qolishi uchun o'qish boshqa, mutolaa uchun o'qish boshqa. Oddiy kitobxonlik uchun o'qish boshqa. Ilm bo'lib qolishi uchun, yodlanishi uchun o'qiladigan kitobni bir necha marta o'qiladi.
muhimi nechta marta o'qishda emas, muhimi kitobni tugatgandan keyin savol javob qila olish kerak. O'zingizga savol tuzishingiz mumkin yoki birovga aytib berishingiz mumkin. Masalan, siz o'rtoq Duyonajon, oshna bir mana shu kitobni mana tugataylikda birga aytishamiz deb. Keyin ochib bir-biringizga savol berib o'qish mumkin. Yoki inson o'zi oynaga qarab bo'lsa ham aytib o'zini imtihon qilsa bo'ladi. Demak, bu kitoblarni mana shu 5 kun kitobini yodlaydigan darajada yodlab olishga harakat qilgan holatda o'qish kerak. Juda hammasi yodda qolmaydi. Lekin muhim masalalar zehnda qolsa, bu sizga keyin shakl beradi tafakkuringizga. Endi bu rukunga oid nimalar tugagandan keyin kitoblar. Siyratdan kitob o'qish kerak. Hech bo'lmasa ikkita kitob. Masalan, Tarix Muhammadiy bilan yana qaysi bir kitobni o'qish kerak. Hammaning ta'bi har xil bo'ladi. Vaqti har xil bo'ladi, yoshi har xil bo'ladi. Masalan, Rahiqul Maxtum ilmiy kitob. Yosh kattalarga yaxshi, yoshlarga u sal og'irlik qiladi. Undan ko'ra yengilroq kitob tanlanadi va hokazo. Endi hech bo'lmasa ikkita kitob. Keyin yana qancha o'qisangiz o'qiysiz. Undan keyin odob, axloqqa oid kitob. Masalan, ijtimoiy odob kitoblari. Yana shunga o'xshash. Undan keyin sog'lom e'tiqodga oid kitob. Masalan, aqidadan hech bo'lmasa ikkita kitob. Yengil, bitta murakkabroq. Mana shu tartibda o'qiladi. Undan keyin ruhiy tarbiya kitobi. Ruhiy tarbiya albatta kerak. Qalb kasalliklarini davolash kerak. Qalb kasalliklari davolanmaguncha ilmda baraka bo'lmaydi. Keyin ilmni to'g'ri tatbiq qila olmaysiz. Qalbni tozalamaguncha ilmni to'g'ri tatbiq qilib bo'lmaydi. Ruhiy tarbiyaga oid kitob. Ana undan keyin shu bilan birga mana ayol qizlarimiz turibdi. Ayol qizlarga muhim hisoblanadi adabiyot o'qish. Tilingiz ravon, shirin, badiiy til bo'lsin. Nimaga desa, ona tili deymiz-ku biz o'zimiz so'zlashadigan tilni ona tili deymiz. Nimaga desa, onadan o'zlashtirasiz uni. O'sha har kim o'zining oilasidagi muhitdan, o'zini onasidan oladi tilni. O'sha farzandlarga, kelajak avlodiga tilni uzatayotgan onalar albatta tilda boy bo'lishi kerak. Tili boy bo'lishi kerak, shirin so'z bo'lishi kerak, shirin suxan bo'lishi kerak. Oldinda mana bizni momolarimiz, onalarimizni bilaman, hammasi shu baytxon bo'lgan. Navoiydan qaysidir g'azallarni o'qib yurishardi, so'folarni yodlashardi hammasi. Mana shu badiiyat ham ularga bu so'folar masalan kitoblari, Sabotul Ojizning kitoblari ham ilm bo'lgan, ham til. Shoirning tili, yozuvchining tili u haqiqiy tilni quvvatini ko'rsatgan, namoyon qilgan til darajasi hisoblanadi. Arab tilini Qur'on masalan fasohatini dunyoda eng yuqori cho'qqiga ko'tarib qo'ygan. Qur'on ko'targan. Qur'ondan oldin arab tili juda o'zi holiga zo'r bo'lgan. Juda arablar o'zining tili bilan faxrlangan, she'r aytib bir-biri bilan bahs qilgan. Ammo Qur'on nozil bo'lganda hammasi ojiz qolgan va Qur'on va hadis arab tilini inson tili chiqishi mumkin bo'lgan eng yuqori darajaga olib chiqqan. Qur'on olib chiqqan. Bu bizga ibrat bo'ladi. Qur'on u nima bilan olib chiqqan desa, Qur'on shu tilni badiiy xususiyatlarini o'zida namoyon qilish bilan olib chiqqan. Mo'jizaligi ham shu bayonda, nazmda. U bizga shuni uqtiradiki, bizning tilimizda Qur'on yo'q, ilohiy kalom yo'q. Endi bizning tilimizda o'sha qalbiga Alloh ilhom bergan. Alloh ilhom bermasa, birov bir satr yoza olmaydi. Alloh ilhom bergan tilni ustalari bor-ku. Hazrat Navoiy bo'ladimi? Masalan, So'folar bo'ladimi? Yana boshqa mana Abdulla Qodiriy bo'ladimi? Tilni ustalari shu tilni go'zalligini namoyon qila oladi ular. Shu orqali til saqlanadi. Ana o'shalarning kitobini o'qish kerak, o'rganish kerak. Ayniqsa qizlarimiz, ayollarimiz shirin suxan bo'lsa, o'zi Qo'qonda ayol qizlarida ancha bor, shu iste'dod bor. Nodira begimlarning avlodi baribir bilinadi. Lekin oxirgi davrlarda ancha haligi sayozlashish ham kuzatilyapti. Mana bu kitobxon qizlarimiz mana shu sohaga ham e'tibor berib, uni rivojlantirib, kelajak avlodga go'zal bir tilni taqdim qilsa, jamiyat uchun, yurt uchun juda katta xizmat bo'ladi. Dunyoda
inson qachon qadr topadi? Mana oilangizda ham, jamiyatda ham, ishxonada ham oling. Kishi qachon o'z o'rniga ega bo'lib qadr topadi? Dunyoda qadr topishning eng asosiy ishi u har kim o'zining vazifasini bajarishda bo'ladi. Masalan, ishxonada eshik tagida turgan qorovul bor. Keyin bo'lim rahbari bo'ladi, ishchi bo'ladi. Keyin masalan rahbar bo'ladi, to'g'ri? Bo'lim boshlig'i bo'ladi, rahbar bo'ladi. Rahbarlik tashab tushib ishchi bo'lsa, qorovullik qilsa qadr topmaydi. Ammo qorovul o'zining qorovulligini zo'r qilib qo'ysa qadr topaveradi. To'g'rimi? Erkakning ham ayolning ham dunyoda vazifalari bor. Ota sifatida, ona sifatida, mana shunda erkak o'zining vazifasini zo'r bajarsa, ayol o'zining vazifasini o'rniga qo'ysa, shunda u qadr topadi haqiqiy. Ammo ikkinchisini ishini takrorlash bilan qadr topmaydi. Masalan, erkak kishi uyni zo'r yig'ishtirib bersa qadr topadimi? Yaxshi supurib, tozalab, so'z qilib, artib tozalab qo'ydi. Qadr topmaydi. U sen erkak kishi uyni qurishing kerak edi. Temiri buzilgan ekan, ustuni yiqilgan ekan, shuni tuzatishing kerak edi. Changini xotin kishi ham artib qo'yaverardi, ayol ham, to'g'ri? Ayol ham xuddi shuni singari. Dunyoda xullas erkak, ayol o'zining vazifalari bor. Ularning mushtarak vazifalari bor. Unda ular barobar. Ammo mustaqil vazifalarida ular har birlari o'zining vazifasini bajarganda qadr topadi. Shuning uchun ayolning eng katta vazifalaridan biri bu farzand tarbiyasi. Farzandni ilm ma'rifatli qilish, ilmga oshno qilish, ilmga muhabbatli qilish. Shuni yo'llab qo'ying. Masalan, 10 yoshga kirgunicha. Bo'ldi. Siz hech narsa qilmasangiz ham o'zi o'qib, tirmashib ketaveradi. Ammo siz uni shakllanayotgan paytda ilmga oshno qilib ulgurmasangiz, keyin otasi u deb ko'radi, ustozi bu deb ko'radi. Butun hamma yo'q harakat qiladi. Sizni qiz qodiriyani boshlig'ini to'ldira olmaydi hech kim. Ayol ana o'sha vazifani bajarishi kerak. Shu ilmga farzandlarni, avlodlarni oshno qilishda tilga alohida e'tibor berish kerak. Yaqinda bir anjuman bo'ldi. Ilmiy anjuman. Endi muhokamalar bo'lyapti. Shu yerda meni bir narsa e'tiborimni tortdi. Yosh katta 70-80 ga borgan, 80 dan o'tgan professor, akademik domlalar gapirdi ba'zi bir mavzularda, o'z fikrlarini bildirdi. Orada o'rta yoshdagi hozir mutasaddi bo'lib turgan 50 yosh, 45 yosh atrofidagi kishilar ham gapirdi. E'tibor bersam qarang. O'sha biz aytadigan o'ris davrida, SSR davri edi, mustaqil emaslik deydigan davrda o'qib, ishlab shakllangan yosh katta professor, akademik domlalarimizni tili mana bu mustaqillikdan keyingilardan ancha yaxshi. Qarang. Bo'lmasam ular rus tilini o'zbek tilidan yaxshi bilsa biladi, kam emas. Akademik odamlar endi. Lekin o'zbekcha gapirsa tiniq, sof, tekis, chiroyli gapiryapti. Nima uchun? Onalarning yo'l o'rni katta. O'sha vaqtning ayollari, onalarini tili bilan ularning tili shakllangan, poydevorni ular qo'ygan. Hozir endi ali maza bemaza videolar chiqyapti, tilni ham rasvo qilyapti. Kamiga ayol qizlarimiz ko'pi haligi dehqonchilikka chiqib ketib qoldimi, nima bo'ldi? Tili o'ta jo'nlashib ketdi. Bunda keyingi avlodning tili yana ham yo'qoladi. Buni biz bugun qaytarishga imkoniyatimiz bor, tiklashga imkoniyatimiz bor. Mana shunga ham e'tibor berishingizni men umid qilardim. Bu ayollarimizga tegishli. Erkaklarga tegishli gap. Mana qayerga kitob nimalarga borsak, kitob anjumanlariga borsak, ilm anjumanlariga borsak, kitobxonlik bo'yicha ochig'ini olib aytib tan olish kerak, ayollar faol. Buni bitta sababi erkaklarimiz oilaviy katta yukni ko'targani uchun ham ayollarimiz vaqti bemalol. Bu jihati bor. Lekin ayollarning ham uyda vazifasi bor-ku, uni oshini eplayapti, to'g'rimi? Endi erkaklar ham shunaqa bo'lishi kerak. Tirikchilik qilmay emas qiling. Pul topmay emas toping vazifa. Ishni qilish kerak emas, qilmang demaydi hech kim. Qiling, o'sha o'zingiz kasbingizning ustasi bo'ling, lekin kitobdan ayri bo'lmang. Kitobxon bo'lishimiz kerak. Hozir mana sekin-sekin o'rganib ommalashyapmiz.
ommalashyapti, lekin ko'p odamning tasavvurida hali ham kitob o'qish degan amal bekorchilarning ishiga o'xshaydi. Vaqting sen kitob o'qishga vaqt topasanmi deb qo'yadi. O'zi birinchi bo'lib kitob o'qishga vaqt topish kerak. Odamlarning nazarida kitob o'qish, ilm olish, masalan, domlalarning ishi, qorilarniki ham 50-50. Keyin bekorchilarning ishi. Aslida bunaqa bo'lmaydi. Aslida hammaning birinchi ishi kitob o'qish bo'lishi kerak. O'sha o'zingiz sohangizda ham kitob o'qishingiz kerak. Masalan, savdogarmisiz, savdoda 2-3 ta kitob o'qing. Tasavvuringiz o'zgaradi. Mana dizayner deymiz, boshqa hunar deysizmi? O'sha o'zining sohasida kitob o'qish kerak. Endi undan tashqari inson faqatgina moddiy hayotda yashamaydi. Uni ma'naviyati kerak, axloqi kerak, odobi kerak, iymoni bo'lishi kerak, e'tiqodi bo'lishi kerak, tasavvuri, munosabatlari to'g'ri bo'lishi kerak. Ya'ni inson barkamol bo'lishi kerak. Ana o'sha insoniy kamolot kitobsiz bo'lmaydi. Shuning uchun buni chorasi shuki, har birimiz har kuni kitobdan vazifa qilib olishimiz kerak. Yarim soat, balki 20 daqiqa. Ahmad Miyabad degan bir misrli shayx bor, muhaddislarning eng kattalaridan hozir dunyoda. Xudo bergan bir ajoyib odam. Yoshlari hozir 80-90 ga borib qoldi shekilli, tetik hozir ham. U kishi dars aytgan paytda endi shu tomosha qilib o'tiraverasiz, ajoyib. Hech bir durgavhar tugamaydi. Haqiqiy bizni katta muhaddis ulamolarimizni eslatadi. Shu kishi bir zo'r gap aytayapti. Aytadiki, agar deydi, siz deydi, muntazam 15 daqiqa kitob o'qishni uyqudan oldin yo'lga qo'yib, shu kitobingizni yotoqda shunday yoningizdagi tokchaga qo'yib, o'qib, har kuni 15 daqiqa kitob o'qib tursangiz deydi. Fathul Boriyni singari Sahih Buxoriyning sharhi 20 mujallad. Umdatul Qoriyni singari, u ham 25 mujallad. Mana shunaqa 20-25 mujalladlik kitoblarni bemalol o'qib, nechtasini tugataverasiz. Sharti har kuni 15 daqiqa, 20 daqiqa shu o'qilish kerak. Men tavsiya qilardim, ertalab 15 daqiqa, kech payt 15 daqiqa. Kitob o'qing. Kitobni kelgan joydan hatchotni solib ketaverasiz. 5-6 ta kitob o'qigandan keyin, masalan, 5-10 ta deylik, 10-15 ta kitob o'qigandan keyin kitob o'qish oson bo'lib qoladi. Ayniqsa bitta mavzudagi kitoblarni o'qish oson bo'lib ketadi. Masalan, siz aytaylik, bir kitob o'qidingiz, nima haqida? Ro'za haqida, misol uchun. Yoki ijtimoiy odoblar haqida. Ikkita kitob o'qiganingizdan keyin shu mavzuda. 3-kitobni o'qiyotgan paytingizda siz tanish jumlalardan juda oson o'tib ketasiz. Yarim sahifani bir qarashda o'qib qo'yishingiz mumkin. Shunaqa bo'lib qoladi. Bunda qarasangiz, tanish gaplarni Abu Hurayra roziyallohu anhu haligi hadis kalimadan tugadi. Bo'ldi, yarim bet o'qib bo'ldingiz. 1-2-3 deguncha. Shunaqa bo'lib kitobni ko'p o'qiganda odam tez o'qiydigan bo'lib ketadi. Va haligindek 15 daqiqada ancha narsa o'qiydigan bo'lib qolasiz borib. Mana shunday qilib kitobxonlikka intilishimiz kerak. Oldinda mana bizni Andijondagi ustozlardan biz eshitganmiz. Andijonda oldingi ulamolarimiz uzoq davr emas, mana shu 60-70 yil oldingi holat. Qayerda to'planishsa, qo'ltig'ida kitob bo'lar ekan. Ali bayozlar, kichkina kitobchalar olib yurishar ekan. Kelib, bugun qaysi mavzuda o'qiymiz kitobni? Falonda. Navoiydan o'qiymiz bugun. Bugun aytaylik, Sufronlardan o'qiymiz. Kelasi safarga Masnaviydan o'qiymiz. Keyingi safarga masalan falon tafsirdan ko'ramiz deb gap bo'lar ekan. Keyin o'sha qo'ltig'ida kitob, hamma qo'ltig'ida kitob ko'tarib kelib, marosim o'zi deydi. Marosim bitta taom yegandan keyin bir yarim soat kitob o'qib olishar ekan, 1 soat. Keyin ikkinchi taom deb tarqashar. Xonadonlar ham shunaqa kitobxon bo'lgan masalan. Biz uyimizda onam har kuni kitob o'qib berardilar. O'sha Qasasli Anbiyo bormi, Taroziyning tafsirlari bormi, necha marta o'qib tugatib olishgan. Har kuni bo'lmasam tirikchilikni o'zlari qilardilar endi otamiz o'tganlardan keyin. Lekin keldi-ketdi bor, hamma yo'q bor, lekin kitobxonligi qolmasdi. Har kuni kitobxonlik soati bo'lishi kerak, kitob o'qishimiz kerak.
va vazifa qilib olishimiz kerak. Kitoblarni keyin tartiblab olamiz. Har kim o'zini hayotiga, zaruratiga qarab tartiblab oladi. Yuqorida men asosiy tartibni aytdim. Qolganiga har kim o'zini kasbiga oid, hayotiga oid kitoblarni asta-asta tartiblab o'qib chiqsa, nihoyatda yaxshi bo'ladi. Ustozimiz Hazratlari aytardilarki, bitta kitobni o'qib tugatgan odam undan oldingi odam bo'lmaydi. U o'zgaradi u. Bitta kitobni o'qigandan keyin o'shanda ikkita sahifasidan agar ikki sahifa 100 varoq kitobdan bir varoq foyda olsa ham o'zgaradi. O'ziga ko'p olasiz bir varoq olganda. Yana aytardilarki, Hazrat bir kuni Hazrat bilan mashinada ketayotib, men aytdimki, Hazrat fotocheteniya degan narsa bor ekan-ku dedim. O'sha haqida bir kitob o'qiyapman. Shunga nima deydilar desam, bor dedilar, lekin o'zimizniki yaxshi dedilar. O'zimiz o'qishimiz, fikrlab o'qib, nima qilgan yaxshi. U fotocheteniyalarda ko'pincha tafakkur, istifodalar yaxshi bo'lmay qoladi. Yutuqlari bor-u, demak minus joylari ham bor dedilar. Keyin o'zlari gapdan gap chiqib kitob o'qishni maqtab ketdilar. Kitob boshqada baribir deb turib, bir zo'r gap aytganlar. Bu mana hozir telefonlarda dedilar, hadislar kelyapti, ba'zi ma'lumotlar kelyapti, odamlar voy bir narsa o'qiyapman deb o'ylayapti. Telefon ko'rma, unaqa behuda kitob. Telefon bilan ko'p vaqting ketib qolyapti desangiz, yo bekor o'tirganim yo'q, kanalda nimalarni o'qiyapman. Ma'lumotlar, hadislar kelyapti, hikmatlar kelyapti deysiz. Shunaqa deyishadi-yu, lekin kitobning o'rnini bosmaydi. Chunki dedilar, uzdi-yuldi ma'lumotlar bilan cheklangan odamning tafakkuri uzdi-yuldi bo'lib qoladi. Kitob bu butun tasavvur, tafakkurni hosil qiladi. Kitobda birinchi muqaddima bo'ladi. Falon mavzuda gaplashamiz deydi. Keyin u mavzuning tarixi, kirishi bo'ladi. Keyin o'rtada asosiy mavzuga o'tib masalalar yoritiladi. Oxirida xotima, keyin yakun yasaydi. Inson kitob o'qishga odatlansa, tafakkuri shunaqa butun bo'ladi. Bir narsaga nazar solganda ham, bir hodisa voqea haqida gapirganda ham uning tafakkuri, nutqi hamma yo'g'i butun. Bundoq qarasangiz, kamchiliksiz butun narsa tasavvur paydo qiladi. Kitob ana shunday xislatlarni siz bilan bizga demak taqdim qiladi. Kitobni ko'p o'qishimiz kerak, doim kitob o'qishimiz kerak. Va shu bilan birga kitobni fahmi bo'lishi kerak. Kitobda o'qiganimiz amalga tatbiq bo'lishi uchun qalb pokligi, nafs siniqligi zarur bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizga bu borada tavfiq bersin. Mana bu joyni qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Kitobxonlarimizni soni safi yana ham kengaysin. Kitob ulashishda, hadyalarda ham ko'proq kitob bo'lsa yaxshi. Kitoblar faqat toshalarni bezaydigan ko'rgazma emas, balki u bizni hayotimizni o'zgartiradigan mayoqlar bo'lishi lozim. Parvardigor olam barchalarimizga o'zi tavfiq ato qilsin. E'tiboringiz uchun tashakkur. Xo'p, tinglovchilarimizda biror gap so'zi yo'qmi sizlarda? Takliflar? Ha. Hozir yuqoriroqda mavzu ketdi. Kitob o'qiganlar bu bekorchilar ishida. Mana shunga olib qo'ygan sababdan biri kitobxonlar kitob o'qib turgan paytda o'zlari jamiyatdan ham balandroq, jamiyatdan ajrab qoladigan holat yuz beradi. Shunga nima tavsiya beradilar? Ko'proq o'qish kerak kitobni. Oldindan ulamolarning gapi bor. Ilm oldin bir ko'taradi. Ilm bir ko'taradi. O'qiganingizda qarasangiz boshqalar bilmayapti, siz bilyapsiz. Ya shuni ham bilmaysan, aqling yetmaydimi deysiz. Keyin qarasangiz birovlar javob bera olmayapti, sizda javoblar turibdi. O'zingizga baho berishni boshlaysiz. Bu boshlanish bo'ladi. Agar shunaqa bo'layotgan bo'lsa, sizning ichingizda mana endi kirishibman kitob o'qishga, lekin chala ekanman deyishingiz kerak. Keyin o'qib o'rganganda deyiladi, ilm bosadi odamni deydi. Keyin ilm bosganda o'sha ilm yuqqani bo'ladi. Unda kishi o'zini baland olishga hech qachon yaqin ham kela olmaydi. Nimaga desangiz, u ilmni ostonasidan kelib ichkariga suzib borganda, bu bepoyon olamda o'zini yo'qdek his qilib o'shanda ko'radi. Dengiz chekkasida turib olib, suvni chaplatib o'ynayotgan bola bo'ladi-yu, dengizni xuddi to'qinlatyapman deb o'ylaydi. Bir suzib tushsin pastga. Keyin cho'kmasdan chiqib olsa katta gap ekan deydi. Ilm shunaqa narsa.
Ya'ni kitob ilm o'qishda davom etish kerak. Ikkinchisi, bizda eng katta muammo kitob bizda hozir ustozsiz o'qilyapti. Asli kitob har bitta fanda hech bo'lmasa 3 ta 4 ta, 2 ta 3 ta kitob ustoz bilan o'qiladi. Undan keyin mustaqil o'qiladi. Lekin bizda hozir unaqa imkoniyat ko'pchilikda yo'q. Nima qiladi? O'zi biz ham endi o'qimang deyolmaymiz, o'qib turavering deymiz. Mana shu ustozsiz ilm olish natijasida siz aytgandek holatlar bo'lib turadi. Agar ustozdan olinsa ilmni tartib bilan olinsa, unda o'zi ancha bosiladi va ko'proq kishi ilm o'qisa, kitob o'qisa, bilasizmi, oldingi ulamolarni, masalan, Imom Moturudiyning kitoblarini o'qiganda yoki Imom Nasafiylarni yoki boshqa yaqinda Shahobiddin Marjoniyning kitoblarini, masalan, ba'zi olimlarning kitoblarini, Musa Jorullohning kitoblarini, shunga o'xshagan yaqinda o'tgan olimlarning kitobini o'qiganingizda ham odam o'zingizni nihoyatda zalil his qilasiz. Juda ojiz his qilasiz. Voy, biz hech narsa emas ekanmiz deysiz. Safahatun min sabr ulama degan kitob bor, Abu G'udan kitoblari. Shu kitobda ulamolarning ilm yo'lidagi sabrlari degan kitob, kattagina kitob. Ulamolarning ilm yo'lidagi harakatlari, mehnatlari haqida juda noyob gaplar tizilgan. Mana shu kitobni o'qigan odam ilm haqida hech qachon boshini ko'tara olmaydi. U oldingi ulamolarning oldida hech yo'q bo'lasiz, yo'q. U hech kim bo'lmay qolasiz. Shuning uchun ilmda davom etsa, hammasi joyiga tushadi. Bismillah. Xo'p, biz vaqtimiz cheklangan ekan, endi xatm Qur'onlar bor ekan, xatmi sag'ir qilib keyin duo qilamiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Qul huvallohu ahad. Allohus samad lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir rohmanir rohim. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. اللهم لك الحمد على كل حال ولك الشكر على كل حال. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة وشفاء. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين يا رب العالمين. Parvardigor o'zing xatm Qur'onlarni barchasini o'quvchi qori-qoriyalarimizdan, hozirda biz duoga qo'l ochgan ojiz bandalaringdan husni qabul ayla. Savoblardan birinchi muallimimiz Rasul akram alayhissalatu vassalom, u zotning a'lo ashablari, o'tgan ulamolarimiz, mashoyixlarimiz, duoga qo'l ochganlardan o'tgan umidvorlar, xususan mana shu joy sohiblari, ahllaridan o'tgan barcha mo'min mo'minalar, umidvorlar, mo'min mo'mina arvohi toyibalarni bahramand aylab, oxiratlarini obod, darajatlarini baland ayla. Ilohiy, duoga qo'l ochgan hamma kitob, ilm muxlislari bo'lgan aka-uka, opa-singillarimizni yo Rab, iymonlarini salomat qilgin, taqvolarini ziyoda aylagin, ilmlarini ziyoda qilgin, ilmning fahmini o'zingga oson qilgin, ilmga amalni oson qilgin, ilmga xizmatni nasib aylagin. O'zlarini ham, ahllari, farzandlarini ham kitobga bo'lgan muhabbatlari, ishtiyoq, salohiyatlarini ziyoda ayla. Parvardigoro, xonadonlarga barakot, avlodlarga iymonda, ilmda kamolot nasib ayla. Parvardigoro, bu joyni, bu yurgizib turgan, xizmat qilib turgan
aka ukalarimiz, bu yerda xizmatda bo'lib turgan opa singillarimiz, bu ishga hissa qo'shib turgan mutasaddilar, hammalarini yo Rob ilm yo'lida qilayotgan bu xizmatlarini qabul aylab, mukofotini, ajrini dunyoda ham, oxiratda ham ko'paytirib ber. Ilohiy bu manzil makonlarni el yurt uchun barakotli qil. Kelgusi avlodlarimiz uchun, el yurt uchun ziyon maskani ayla. Barcha ko'ngilsizliklardan o'zing asra. Ilohiy xalqimiz, elimiz, avlodlarimiz oldingidanda ziyoda ilm ma'rifatda dunyoga ustoz bo'lishini Alloh o'zing nasib et. Parvardigor, bu kitoblarni nashr qilayotgan mualliflar, noshirlar hammalarini Alloh o'zing xizmatlarini qabul aylab, mehnatlarining samarasidan, savobidan ko'zlariga dunyo va oxirat quvonchlar yetishini nasib aylagin. Ilohiy el yurtni tinch aman qilgin. Aziz vatanimizni jannat makon ayla. Rahbaru fuqarolarimizni o'zingni inoyatingda, hidoyatingda sobit aylagin. Va sallallohu ala Muhammadin va alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya rahman.